kompüter texnikasining avtomatlashtirish, iqtidorli mashinalashish, ondan ko'p muhitlashish, to'g'rilashish taraqqiyotiga mos holda bizning osonlik millat yezib uchurlarini bir taraf qilish sohasimi mushu davrga mos holda taraqqiy qilib kelyotidi. Bundan keyin texmo mukammallashgusi. Şinjangda Osonliq millat yezigidagi kompyuter yumshoq detal sistemasining tadrijiy umumlashishi va Osonliq millat xalqining xizmat va turmushiga singib kirishi, Osonliq millat yezigi ishlatadigan nurg'un sohalarda o'zining kambusi bo'lmaydigan ajoyib zo'r rolini joriy qildirib, butkul jamiyatning birdek e'tirof qilishiga erishdi. Shundoq bir sistema bo'lganligi uchun Şinjangda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq millatlarning boshqa taraqqiy qilgan rayon, boshqa taraqqiy qilgan millatlarga o'xshashlar hozirgi zamon uchur texnikasining taraqqiyot qadimiga ergishib ketyapti. O'shir Islom akimiz endi mushundaq chapaliq ilmiy tadqiqot texnik echish xizmatlaridan shug'ullanib qolmasdan, shuning bilan birga bir turkum mushu uchur texnikasi, uchur ilmi jihatdagi tayanch kuchlarni yetishtirib chiqdi. Masalan, hozir qadar 20 dan ortiq fan tadqiqot, o'qitish tayanchlarni yetishtirib chiqdi. 100 dan ortiq aspirant magistrlarni yetishtirib chiqdi. Mana bu yoshlar hozir endi Abdum rayonimizning uchur texnik sohasida tayanch kuchga aylanib, uchur kasbini rivojlantirishda, uchur texnikasini kengaytirish qo'llanishda nihoyatda muhim rol o'ynayapti. Dunyodagi har qanday kasb yo'qlikdan barliqqa kelgan. Shundaqla taraqqiyot jarayonida o'zliksiz takomillashib, insoniyatga baxt va boylik yaratib beradigan angishlarga aylangan. Osonliq millat yezigidagi kompyuter yumshoq detal sistemasining taraqqiyotimi hargizmi hozirgi taraqqiyot saviyasida to'xtab qolmaydi, balki yanama yuqori pallaga ko'tarilib, insoniyat madaniyatiga o'chmas tuhfalarni qo'shadi. Bu programmani Jungo Qurilish bankisi Şinjang sho'basi bilan Shanxay Pudong taraqqiyot bankisi Urumchi sho'basi alohida qo'lladi. Bugungi iqtisod programmamizning boylik bo'ligi mushada oxirlashdi. Sizlarni iqtisodiy jihatdan yetaklash va qo'llanishchan uchurlar bilan ta'minlash bizning maqsadimiz. Iqtisod programmamizning keyingi sonlarida ko'rishaylik. Xayr xo'sh.